Mana turgan gostinitsamiz tak 7 kishiga 490 yevro bo'ldi. Lekin biz Shvetsariyaga ketyapmiz Italiyadan. U yerda bir kuni 200-300 yevro turar ekan. Mana bitta ko'ringlar, mashaalloh. Qaranglar. Alloh taoloning yaratganini qaranglar. Ikki taraf tog'. Mana hozirgi o'zidan shunaqa chiroyli manzaralar. Inshaalloh biz Shvetsariyaga borganimizdan keyin bundan ham chiroyli manzaralarni sizlarga maksimalni ko'rsatib beramiz inshaalloh. Ha, oka. Samolyot uchib ketishi qarang, Qan. qiling. Vo. Alp tog'larida. Gap yo'q lekin. Bu Alp tog'lari bu. Alp tog'larini Italiya tomoni. Italiya. Italiya, Avstriya, Shvetsariya, Bor. hatto Germaniya ham bor. Okalar, bugun aktiv bo'lib turinglar. Bunaqa manzaralar har doim ham uchrayvermaydi.